Mashina sotib olasan, bir hafta uxlamaysan, quvonching cheki yo'q. Bir haftadan keyin nima bo'ladi? Nima demoqchimiz? Sizga doim xursandchilik berib turadigan dunyo matosi yo'q. Hamma narsadan odam zerikadi. Demak, dunyo matohi bilan xursand bo'lishlik bu vaqtincha narsa. Ammo oiladagi saodatni davomiy qiladigan narsa Allohni tanish, Allohdan qo'rqish. Ayolingizga qarab qachon quvonasiz? Robbingiz hukmida qoyima ekanligini ko'rganda quvonasiz. Avratlarni yopib yurganda uni ko'rib quvonasiz. Qizlaringiz onasini ko'rib, mana shunday bir mo'mina bo'lib katta bo'lishligi kerak ekan degan tushunchada qizlaringiz katta bo'layotganini ko'rganingizda quvonasiz. Allohdan qo'rqayotganligini ko'rib doim quvonasiz. Yoshligida ham, qariganida ham. Ammo agar kelinda faqat tashqi ko'rinishiga qarab quvonayotgan bo'lsangiz, kuyov bola, yangiligida kelin yirqiraydi, yiltiraydi. Kiyimlari yangi, qaddi qomatlari tekis, o'zi yosh. Agar faqat tashqi ko'rinishiga qarab turib, tashqi ko'rinishiga qarab quvonadigan bo'lsangiz, bu ham nima? Bu ham vaqtinchalik narsa. Demak, birodarlar, xonadonimizda qachon saodat bo'ladi? Qachon ayolimizga ko'zimiz tushganda quvonamiz? Qachonki ayollarimiz Allohni tanisa. Allohni tanisa. Moddiy jamlanish yoki foyda uchun jamlanish. Birov-birovga uylanadi, birov-birovga turmushga chiqadi, dunyosini havas qilib, dunyosini ko'rib, uyini, moli dunyoni topib tutishini qarab turib, qizini beradi yoki falonchini qiziga uylanadi.